Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bepul dastlabki kanaliga xush kelibsiz. Bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirib ketasizlar. Chester gologimiz to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Materiallarimiz mo'yshi material bo'ladi. Uncha dog' tiysa ham artib yuvsa bo'ladigan material bo'ladi. Razmerlarimiz 230 ga 430 bo'ladi. Xon taxtasi 275 ga 90 santlik MDFdan yasalgan baquvvat xon taxta bo'ladi. Uncha suv tiysa ham ishmaydigan material bo'ladi. Plus 3 ta pufugi bor. Katta bo'ladi pufuklar ham. Oyoqlari quyma plastmassa baquvvat oyoq bo'ladi. Arqa tomonlari ham o'zini materialda ishlangan. Ko'rib turibsizlar, sifatli qilib ishlangan. Bu gologimiz high-tech variantdagi gologimiz. Uning razmerlari ham 230 ga 430 3 ta pufugi bor. Mana boshqacha ranglardan ham chiqarib beraveramiz. Xohlagan ranglarni chiqarib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqasizlar. Dastlabkilar bepul. Bu tomonda boshqacha turdagi high-techning yangicha varianti. Mana bu ham 230 ga 430 lik oldida xon taxtasi bor. Xon taxtamiz shu rangda va oq rangda bor. Plus 3 ta pufugi bor buni ham. Bunun narxi $560. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bepul. Bularımızın narxi $550 dan. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bepul yetkazib beramiz. Xohlagan ranglardan chiqarib beramiz. Ko'rib turibsizlar? O'ta chiroyli qilib ishlangan. Kimga qanaqa rang yoqadi? Kommentariyaga yozib ketasizlar. O'shanaqa rangdan chiqarib beramiz. Mana xon taxtaning rangi ham bunisi boshqacha rang. 3 xil xon taxtamiz bor. Rangi 3 xil. High-techlarimizni, Chesterlarimizni ranglari o'ta ko'p. Bitta like bosib, bepul dastlabki kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Undan da sifatli gologlarni chiqarib boramiz. Pastga nomerlarimizni qoldirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Zakaz bersalang 3 kundan 7 kungacha yetkazib beramiz O'zbekiston bo'ylab.